Nima uchun ingichka telefon bu? Chiroyli ham ekan. Nima model? Ha, bumi? Bu yangi chiqqan Infinix Note H. Dizayni juda ham chiroyli. Korpusi IP65 himoyasiga ega. Ingichkaligi atiga 7,2 mm, og'irligi esa 190 gramm. Displey AMOLED, kengligi 1,5K, kattaligi 678 dyum, 120 Hz yangilanish chastotasi bilan. Protsessori o'yinlar uchun juda ham mos keladi. MediaTek Dimensity 7100, PUBG'da stabil 60 FPS, Mobile Legends'da esa 90 FPS. Ko'rib turganingizdek juda ham sifatli tasvirlarga oladi. Asosiy kameramiz 50 megapiksel, 2 megapikselli makro kamera ham mavjud. Frontal kameramiz 13 megapiksel. Video lavhalarni 2K formatda bemalol tushirsangiz ham bo'ladi. Korpusining ingichkaligiga qaramang, akkumulyator 6,5 mAh. 2 kun mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. O'yinlarni davomiy 6 soat, 8 soat davomida o'ynashingiz mumkin. Mana bu yangi tugmasi juda ham ko'p vazifani bajaradi. O'zingizga kerakli dasturni ulab qo'yasiz va shunchaki bostirib tezda uni ishga tushirasiz. Telefon teskari turganda, mana bu indikatori xabarlar kelganini sizga tezda bildiradi. O'yinlar o'ynayotganingizda ham juda ham chiroyli bo'lib yonib turadi. Infinix Note H. Hali sotuvda ham yo'q ekan-ku, qayerdan oldingiz? Joybox do'kondan. Ulardagi har doim yangi trenddagi smartfonlarni hech kimda yo'q bo'lsa ham birinchilardan olib topasiz. Aytgancha, hozirdan xarid qilaman desangiz, eksklyuziv taklif va narxlardan olasiz. Bo'ldi, Joyboxdan topdim. Podarkasi ham bor ekan. Buyurtma ham berib yubordim. Rahmat.